Hürmetlik vatandaşımlık siyasal iştik bulup ketken boz keçirenler kar tamçı vadıdı. Şuna sel tizrak okudu meni keçirenler vatandaşlarım. Endiki mavzu. Prezident Trump devlet müdafiyasiga hukuk berish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Alashyarim. Amerika Tayvan harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilishini tadqiq qilib o'tdi. Mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Jungoga nazorat tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 12 kuni tushda Oqsaroyda 2018-yillik Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Tabriklaymiz, muboraklaymiz prezident. Amerika'nın kelgusida Amerika Tayvan harbiy ishlar bo'yicha almashtirishidan umid tug'ildi. Hamda Amerika Tayvan dengiz armiyalari harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilishining muvofiqligi mumkinligi to'g'risida o'ylanish boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi, Avam palatasining fikri birlashtirilgan davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining nusxasiga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 12 ayning 12 kuni tushda 2018-yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Endi Amerika'nın kelgusida Amerika Tayvan harbiy ishlar almashtirishini o'ylanishdan umid tug'ildi. Tayvanning yetarlik mudofaa iqtidorini saqlab qolish hamda Amerika Tayvan harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilishining muvofiqligini mumkinligini o'ylanishga bo'ldi. Amerika Tayvan harbiy ishlar bo'yicha almashtirishni kuchaytirish, Tayvanni harbiy manevrga qatnashishga taklif qilish. Mavzu. Jungo'ning Amerika turishlik elchixonasi ommaviy ishlar elchisi Li Keqiang o'tgan hafta oshkora holda mundaq bildirgan. Amerikaning davlat mudofaasiga huquq berish qonuni Amerika Tayvan harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilish masalasiga munosabatlik belgilangan moddalar. Amerika bilan Jungo'ning diplomatik munosabat o'rnatgan chog'dagi negizlik ro'yiga xilop agar Amerika Li Keqiang deydi, agar Amerika harbiy parxodlari Tayvan portlariga yetib keladi ekan, Jungo'ning bo'lginchilikka qarshi turish qonunini qo'llanib, Tayvanni qurolli kuch bilan birlikka keltiramiz deb bildirishlariga bugun Amerika Davlat Majlisining a'zolari qarshi fikrda bo'ldi. Prezident Trumpning dalmushundaq payti yuqorqi Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining Amerika Tayvan harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilishining muvofiqligini mumkinligini tadqiq qilish talab qilingan qonun loyihaga imzo qo'yib, qonun loyihani qonunga aylantirganlik o'xshashlar diqqat qo'zg'adi. Davlat Majlisi Kengash palatasining a'zosi Karun axborot xotirasida axborot xotirasida mundaq ko'rsatdi. Jungo diplomati Tayvanga tajovuz qilamiz deb tahdid soldi. Men Beijingning tahdid solib, Tayvanga qurol ishlatadiganligiga jiddiy qarayman. Beijingning davronlariga sal qarashni biz hoddiga ololmaymiz. Senator Rubio muxbirga mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Tayvanning uzun muddatlik bexatarlik munosabati bor. Huquq berish qonun loyihasidagi Amerika Tayvan dengiz armiyalarining hamkorligini kuchaytirishni qo'llayman. Li Keqiangning so'zlari to'g'risida tadqiqotchi Yisian Li Keqiangni mas'uliyatsiz afv so'rashi va vazifasidan iste'fo berishi lozim deb tanqid qildi. Jungo'ning Washingtonda turishlik elchixonasi Amerikaning ichki ishlariga aralashishni to'xtatish lozim. Jungo'ning Washingtonda turishlik elchixonasi Amerikaning ichki ishlariga aralashishni to'xtatish lozim. Amerika harbiy parxodlarini Tayvanga avatish doimiy tartib bilan ziyorat qilishdir. Qancha baldur bo'lsa, shuncha yaxshi. Amerika yana yuqori darajalik amaldorlarni Tayvanga ziyoratga avatishi lozim.
Endi Tayvan Deniz Armiyasi bilan birlikte harbiy manevr o'tkazish lazım. Bu Davlat Majlisining a'zosi so'zlayotgan so'z. Harbiy parxodlarning Tayvanni ziyorat qilishini Amerika Tayvan jiddiy qaraydi. Jungo balki oxirida Tayvanni jazolash bilan zarba berishi mumkin. Tabriklaymiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump. 2018-yillik davlat moliya yilida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi, Tayvanga munosabatli qonun loyihasiga imzo qo'ydingiz. Sizni tabriklaymiz, hurmatli prezident Trump.